Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Eshik romlarimiz yog'ochi akifasi o'rnadi. Bu yerga 5 ta yog'och eshik, 5 ta deraza o'rnatdik. Romlarimiz standart 1.30 1.70lik. Eshiklarimiz 1.15 2.35lik. Yopiq holatda esa fasonda deb qo'yamiz. Dalalar rover guli ochilgan, narishli kalla karzlari bor, oynalar solingan, germetlar yo'q oynalar. Xudo xolasa zo'r. Ne bizni yog'ochdan bozlarimiz 4.5 kat qalinligi. Holatlarini ko'ra olasiz. Eshiklarimiz. Eshiklarimiz. Ichkariga hammasi ochilishi mumkin. Romimiz. Ikkita yonma eshik. Bulardan shu internet orqali o'zimiz blog bosh tumaniga qilganmiz. Hammasi Noyabrda qalin yog'ochlar, zamonlarimiz xudo xolasa eng zo'rlari. Ishlashlari mexanizmlari zo'r. O'sha-mo'shalarimiz ustadan qo'yilgan. Dala hatto kichkina qanotlarga ham ro'yxat ochilgan. Egasi bizga shunaqa zakaz qildi, buyurtma qildi. Ichki tomon ko'rinishimiz mana penalari qo'yilgan, xudo xolasa zazvorlari juda kichkina. Romlarga padagonlar qo'ydik. Karishiga o'rnlarni qilib, padagonlarni qo'yib berdik. Chiroyli qilib, ochilishlari o'rtadan ochilgan, akfa singari o'rtadan ochilishlari. Zavirkalarimiz haqiqiy temir metal rossiyskiy o'sha-mo'shalar emas. Fasonlar teras arka fasonda. Eshiklarimiz mana xudo xolasa sifati aytib turibdi zo'r. Bu keyingi eshiklarimiz, bular shunday hammasi yopiq u qo'lda ochilgan. Bu yerga bitta baniyasiga akfa boshqarib o'rnatildi. Bu tarafda akfa romlari. Rangda oynalari seriya gulli qilib o'rnatilgan. Razmerimiz 2.75 ga 1.70lik. 5 ta ko'zli bo'ldi. 2 ta ko'z ochilgan ichkariga. Bittasi ko'cha tomonga o'rnatilgan. Bularni ham penalardagi zazvorlar choklar ko'rasiz. Kelishlari xudo xolasa zo'r. Haqiqiy akfa original. Eng yaxshisi kachchasi bo'ladi. Ichki tomoniga mana padagonlar qo'yildi. Qatli padagon qo'yamiz akfaga. Bu ichki mexanizmlar haqiqiy yaxshi original uchalaridan. Mexanizmlari ham zo'r. Oynalari seri gulli, ichkari umuman ko'rinmaydi, faqat yorug'likda. Ikkita rom berdi. Bularni endi material ketishiga qarab hisoblayapmiz. O'rtacha 600 ming, 550 ming. Materiallarni qarab, haqiqiy alyumin akfa original bo'lsa, ozgina qimmatroq, arzonlari ham bor. Alves, Alpro xohlagan turinglarda. Yog'och eshigimiz kvadratlarini 1.3 ming so'mdan qildik. Ikki qanotlarimiz 3.5 million so'm, romimiz 2.1 ming so'm padagonlab olib kelib o'rnatiladi. Buni o'zimiz Andijon buloq bosh tuman Chaqar qishlog'iga o'rnatdik. Xudo xolasa mana yog'och eshik romlar, akfalar, imdevlar aloqa chiqarasizlar. Telefon raqamimiz 90lik 624 31 14 Abdulaziz usta. Vodiy bo'ylab dastakamiz bor. O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz xudo xolasa vodiy tashqari yo'lkalarni kelishi belli qilib borib beryapmiz. Shunaqa eshiklar romlar kerak bo'lsa, akfalar, imdevlar ham chiqarasizlar. Bizni shogird bo'lamiz. Yaxshimi zo'rmi? O'sha-mo'sha aytgan ishlar xudo xolasa xizmatlarimiz sog' bo'linglar. Biz kuzatishda davom etinglar. Bular yaxshi chiroyli ishlarimiz bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.